Assalomu alaykum do'stlar, mana общий maydoni 450 kilovatli xonadon. 450 kvadrat. Kilovat debman, kvadrat kechirasizlar. Hozir mana shu yerdan ish jarayonidan lavha ko'rsatamiz. Xo'sh, podvalga qismda polniy to'qlipol qilganmiz. Koridordan boshlab polniy to'qlipol qilingan. Mana bu yerda bitta uy. Podval ichi bu ham to'qlipol. Mana bu yerim mehmonxona, katta mehmonxona. Bu ham to'qlipol bo'lgan. Mana yerda katta zal, 40 kvadratli katta zal. 40 kvadrat mana shu joy. Bitta zalni o'zi. Mana bu dushovoy bo'ladi. Bu ham bitta xona, spalni bo'ladi bu xudo xolasa. Santexnika, elektrika ishlari jarayoni. Endi tepaga birinchi etajga chiqamiz. Tepa birinchi etaj. Radiator qo'yiladi hammasiga. Birinchi etaj katta zali, koridor zal. Ichkarilar dush, to'rdagilar dush. Mana bu zinani ham chiroyli qilib bitirib ketishdi. Malades mana shunaqa aylantirib. Bu yerga radiator o'rnatiladi. Joylar tanlab qo'yilgan. Böyle dushovoy bo'ladi. Sal nimaroq e'tibor bermaysizlar. Radiatorlar olib qo'yganmiz. Xudo joylari tayyor. Bitta o'rnatib ketyapmiz. Tepaga chiqdik endi. Shu 3-etajga chiqamiz tepaga. Xo'p, tepa 3-etaj mansardni mana shunaqa 3-etaj qilgan. Tom bekor ketmasin deb. Belarni ham radiatorlarni olib chiqib qo'ydik. Xudo xolasa o'rnatamiz sekin. Bu ham shunaqa burchak dush, ikkita burchak dushovoy bo'ladi. Mana spalni bu ham. Radiator qo'yiladi mana. Общий maydon 450 kvadrat metr joy. Qiziqqanlar bo'lsa videoga podpiska qilib, like bosib qo'yinglar. Davomida xudo xolasa qanaqa kotyol, qanaqa nima qo'yishlarini yana video xudo xolasa ko'rsatamiz.
qiziqqanlar bo'lsa pastdan addechiklagan quvib kelyapti kutimizdan shpaklovka tortib. Eng qizig'i litsenziya chiroyli chiqqan, qumaloq dumaloq bo'lib